Mashinani hammomga qo'ydiraymikan, oshxonagami deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizga LG dan 4 xil model ko'rsataman. Istaganingizni tanlab, yoqtirgan joyingizga bemalol o'rnattirsangiz bo'ladi. Qaysi birini tanlashingizdan qat'iy nazar, motorida remen bo'lmaganning hisobiga ovoz shumi juda ham past bo'ladi. Hammasini oynasi 2 qavat oynali. Qo'shimchasiga hammasida sink funksiyasi qo'shilgan bo'ladi. Bunda matolarni o'zi ajratib bemalol yuva oladi. Mashinalarning asosiy xususiyati deyarli bir xil hisoblanadi. Farqi rangi bilan kilosida bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi, to'rtalasidan qaysi birini xarid qilganingizdan qat'iy nazar, Wi-Fi orqali telefonga ulab bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Hammaga qizuv joyi narxida 7 kilolik turbovash funksiyasi bor kir mashinamizni $420 qilib beramiz. 8,5 kilolik cho'ko svetini turbovashi 39 bo'ladi, $510 qilib beramiz. Eng hadovoy modellarimizdan yana bittasi 8 kilolik oq rangini $420 qilib beramiz. Eng oxirgi modelimiz bu ham turbovashi 59 bo'ladi, 7 ta funksiyasida par bilan yuvadi. Bu ham 8,5 kilolik, narxi $490. Kimga ushbu mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilib bo'ladi.